Hurmatli aka-ukalar, bugun legendarniy Izza mahallaga kelganmiz. Uchtepa tumani bo'ladi. Mahallani ko'ryapsiz, juda ham ko'rkam holatda bo'lib turibdi. Bizni sotuvga qo'ygan uyimiz bugun yer hisobida bo'ladi. Bu mahallada suv, svet, gaz, kanalizatsiyadan muammo yo'q. Katta ko'cha, Izza Balutsa hamma biladi. 600 metr oraliq masofaga kirganingizda bu yoq ham tubik, mahallada bolalar ham maza qilib o'ynaydi, begona mashina kirmaydi. Qarang, sotuvga chiqqan xonadonimiz shu bo'ladi. Fasad qismi 18, ichkariga 30 bo'ladi. Paltari holatda 12 ta xonadan iborat bo'lgan uyimizni yer hisobida qo'yardik. Yulaylik, ichkaridan ham qisqacha ma'lumotini beramiz. Bismillah, xonadon kirishimiz bilan haqiqiy o'zbekona xonadon sizga kulib boqib turibdi. Ikkita mashina qo'yishga joyingiz bor. Aytgancha narxini boshda aytardim. Sotig'i 36 ming dollardan baholaymiz. 504 sotig' bo'ladi. Xonadon kirdik, zeleniy zonalarni ko'rsatib qo'yasiz. Bitta ahamiyat berasiz, zeleniy zonalar katta holatda. Orqa hovli qilib o'zlari foydalanib turgan ekanlar. Orqa hovli ham sizga kirib ketadi. Общий 504 sotig'. Pastga qaraydigan bo'lsa, bitta spalni, bitta o'zlik o'tirib ichadigan, choy ichadigan joyligi, sanuzil. Orqa tarafda bir 10 tacha xonani ko'rishingiz mumkin. 3 ta sanuzil. Xonadon shu holatda bo'ladi. To'pa to'rtburchak holatda 504 sotig' bo'ldi. Izzadamiz legendarniy Uchtepa tumani. Bozor, maktab, bog'cha, masjid hammasi yonma-yon. Sotig' 36 ming dollardan bo'ldi. Egana raqamini qoldiramiz. Batafsil ma'lumot olib barakasini qilsanglar bo'ladi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.